Assalomu alaykum aziz ko'raymanlar. Men hozir sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim kunjutlik qovurg'a. Bu qovurmaning tayyorlash usuli va asos materiallarini tunishtirib o'tmoqchiman. Oldidan asos materiallardan qo'yning qovurg'a go'shti 1 kilogram, qo'shimcha cho'ng aqtirop, 2 dan tuxum, 1 bosh piyoz, hamsa kuki, karabsha kuki, zencefil, oq kunjut, so'qqan kebab uchun, so'qmagan kebab uchun, shakal badiyan, qizilmuch uni, zira, to'xu temjahri, oqmosh, tetitqo, tuz, quruq kraxmal, suv, sumay qatorliq materiallar bilan tayyorlab chiqamiz. Biz oldi bilan qovurg'ini to'g'rab olaylik. To'g'rash usuli: qovurg'ini 5 sm uzunlikda bir taldan ayirib to'g'raymiz. O'choq o't yoqib, oldidan qozonga suv quyamiz. Biz go'shtni suv qaynashdan burun sovuq suv solamiz. Ondan tuvoqni yopib, biroz saqlab turaylik. Biz qozon qaynag'icha, ya'ni go'sht pishirliqda bir dona qush uyib olaylik. Bu cho'ng aqtiribda bir dona qush uyib olaylik. Turupning ikki tarafini shulib chiqarib, shulib bo'ldik. Ondan ko'tigini qishbash shaklda mo'ynaga kesib olamiz. Bu qozon qaynab qolibdi. Qozonni ko'pini olib o'taylik. Bu ko'pikni olishning maqsad go'shtni tozalashdan iborat. Tamlik pishirish uchun biz bu go'shtga oldi bilan 2 bal qo'shib tuz, kebab uchundan 1 bal qo'shiq, shakal badiyan 2 bal qo'shiq, tetitqo 1 bal qo'shiq, oqmosh 1 bal qo'shiq, to'xu temjahri muvofiq miqdorda. Bu darmaklarni silib, orqadan zencefilni cho'ng yaproq to'g'rab solamiz. Bosh piyoznimi cho'ng yaproq chiqib to'g'rab solamiz. Buni sep bo'ldik. Biz yuqoqi darmaklarni sep bo'lgandan keyin yana bir ko'pikni olamiz. Biz ko'pikni qancha jaqasak, sho'rpa suzuk go'shtmi ham chiroq pishib chiqadi. Biz endi bu turib bilan qushqash uyushni boshlaylik. Biz oldidan gajik qismini shulib olaylik.
Bu qush tayyor bo'ldi. Bu taksiga biz bizib olaylik. Bu qushni qo'yib bizib olaylik. Ya'ni karabchaklik bilan bizib olaylik. Bu go'shma pishib tayyor qopti. Bu go'shni suzib olaylik. Go'shni suzib oldik. Biz o'choq o't yoqib, qozon qizg'anda 2 kilogram atrofida may quyib olaylik. Bir qachiqqa 2 dona tuxum chiqib, yarim bal qo'shiq tuz, muvofiq miqdorda tetikqo, yarim bal qo'shiq oqmosh, ya'ni oz miqdorda kebab uchun qatorliq materiallar silib aralashtiramiz. Aralashtirib bunga quruq kraxmaldan muvofiq qo'shib yana aralashtiramiz. Kraxmalning mo'naklarini yo'qitamiz. Qo'rug'ini silib tayyorlangan malhamni bu qo'rug'ga silib yana aralashtiramiz. Biz qo'rug'ga kunjutni taks yipishtirib, qo'rug'ini bir taldan ayirib solamiz. Mayning qizish nisbati 6 daraja bo'ladi. Chunki may baq qizib ketsa, kunjut kuyib ketadi. Shuning uchun mayni nihoyat normal tashlaymiz. Bu qo'rg'a sag'rib pishib qoldi. Biz endi cho'lga tukib suzib olaylik. Endi biz tuz aralashma darmak yasab olaylik. Oldi bilan tuz, kebab uchun tetikqo oz miqdorda, oqmosh, oqmoshni o'xshash yig'ib solamiz. Zira yarim bal qo'shiq, qizilmoch oz miqdorda aralashma darmak yasaymiz. Ondan keyin ustiga teksipmiz. Nasipib sip bo'ldik. Biz bu bezalgan taksiga bir taldan ratlik tizib olaylik. Bu qo'rim tayyor bo'ldi. Biz bu qo'rimni yuqorida ko'rsatilgan bo'yicha shundoq tayyorlab iste'mol qilsak bo'ladi. Siz oilada bu qo'rimni tayyorlamoqchi bo'lsangiz, qush o'ymasdan bevosita tayyorlab iste'mol qilsangiz bo'ladi.